Germaniyaga ishga yoki Ausbildungga kelishga xohishi bor, lekin konsalting firmalariga $1000, $2000 pul berishni istamayotganlar diqqatiga. Ismim Sardor, 6 yildan beri Germaniyada yashayman va katta kompaniyada dasturchi bo'lib ishlayman. O'zimni blogimni boshlaganimdan beri juda ham ko'p vatandoshlarimiz menga aka hujjatlarni tayyorlashda, Germaniyada ish joyi, Ausbildung joyi topishga, viza olishga yordam bering, yo'l ko'rsating deydi. Shu talablardan kelib chiqqan holatda vatandoshlarimiz uchun maxsus Telegram yopiq kanal tashkil qildim. O'sha yerda noldan toki viza olib Germaniyaga kelguncha bo'lgan hamma narsani o'rgatib boryapman. Allaqachon qo'shilgan o'quvchilarimiz bor va o'rganishyapti. Siz ham qo'shilishingiz mumkin. U yerda qanaqa hujjatlarni tayyorlash, qanaqa to'g'ri ishga topshirish, qanaqa vakansiyalar topish, o'sha nemis ish beruvchi bilan qanday gaplashish, qanaqa oson shartnoma olish, vizaga kirganda qanday suhbat qilish, o'sha viza jarayonini hammasi hujjatlari o'rgatib boriladi. Kirib bemalol o'rganishingiz mumkin. Hattoki konsalting firmalar ham sotib olib kirib qo'shilib o'rganishi mumkin. Hamma narsa o'sha Germaniya standartiga moslab, ularning strukturasiga bo'yicha eng mayda qochirim joylargacha o'rgatiladi. Mart oyi oxirigacha chegirma e'lon qilganmiz. Kirib foydalanib qolinglar. Kommentariyaga darslik so'zini yozib qoldirsanglar, lichkadan hamma ma'lumotni tashlab beraman. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Kiringlar, o'rganinglar, Germaniyaga kelinglar, sayohat qilinglar, ishlanglar, o'qinglar.